Olimlar juda ham g'alati tajriba o'tkazishdi va juda ham yomon bo'lgan parazitlarni dunyoga keltirishdi. Bu parazitlarning har xil turlari mavjud va u hozirda 13-qishloq tomon ketyapti. 100 minut ichida qishloq qurib bitkazishmasa, ular albatta nobud bo'lishadi. Shuning uchun hozir o'zingizga bunker oling, yo'qsa nobud bo'lasiz. Do'stlar, meni sizlarga juda ham yomon xabarim bor. Bugun bizning qishlog'imizga parazitlar hujum qiladi. Ular laboratoriyadagi omadsiz tajriba tufayli paydo bo'lishibdi va to'g'ri bizning qishlog'imizga qarab bostirib kelishyapti. Bizning so'nggi umidimiz esa bunker qurish. Men kreativ rejimiga o'tdim, endi qurilishni boshlasak ham bo'ladi. Endi esa bunkerni qurilishini boshlasak bo'ladi. Bunker boya aytganimdek aynan mana shu yerda bo'ladi. Tezroq shoshilish kerak. Bizda atigi bir necha daqiqa vaqtimiz bor. Pastga qarab kovlaymiz. A few moments later. Bo'ldi, yetadi. Devorlarni esa bedrockdan qilamiz. Keyinroq tushuntirib beraman nimaga aynan bedrock ekanligini. Xo'sh, bedrockni ko'rib olaylikchi, ha, bo'ldi, tushunarli. Endi devorlarni bedrock qilamiz. Bitta bu yerga va bitta pastga. Do'stlar, bedrock qilishimizning o'ziga xos sababi bor. Agar bedrock qilmasak, hammasi rasvo bo'lishi mumkin. Hozir tushuntirib beraman hammasini, nimaga bedrock qilayotganimizni. To'g'ri, bedrock qimmatbaho blok. Sindirish ham ancha qiyin. Keyin buni hammasini tozalashni ham o'ylash kerak. Lekin boshqa iloji yo'q. Hammayli qurilishni davom etish kerak. Vaqtimiz ham tobora kam qolyapti. Shuning uchun men hoziroq bunkerning asosiy qismi uchun xona kamlashni boshlayman. Hammayli tezroq qilish kerak, o'zi vaqtimiz kam. A few moments later. Endi bo'lsa devorlarni biz obsidiandan qilishimiz kerak. Hali pol ham bor-ku, pol esdan chiqibdi. Polni ham obsidian qilamiz. Chunki obsidian portlashni ko'tara oladi. Xo'sh, endi esa biz pastga tushish mumkin bo'lishi uchun norvon qo'yamiz. Xo'sh, mana bunaqasini ishlatamiz. Endi nima qilamiz? Xo'sh, butunlay yorug'lik qo'yish esdan chiqibdi-ku. Qop-qorong'i joyda o'tirmaymiz-ku, hamma yerga qo'yib tashlaymiz. Bu yerga ham teparoqqa qo'yaylik. Ana bo'ldi. Bu yerga ham qo'yamiz. Endi esa bizga kerak bo'ladi birinchi navbatda yotoq. Yotoqsiz hech qanaqasiga bo'lmaydi. Endi bo'lsa bizga juda ko'p dekorativ bloklar kerak bo'ladi. Bu yerlarga qo'yamiz, mana bunday va buni. Bu yerlarga qo'yamiz, mana bunday va buni. Yana bunaqasidan qo'yamiz. Endi aniq hamma narsani tugatdik. Yangiliklarga xush kelibsiz. Osmondan katta asteroid tushdi. To'g'ri 13-qishloqqa va bu yerdagi barcha parazitlarni yo'q qilib yubordi. Do'stlar, menimcha hammasi tugadi shekilli. Do'stlar, sizlar uchun har doimgidek